Yo, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Rahmon o'z kanali. Obunachilar, bugungi videomizda bizlar oltinli bel kurak yoki da oltinli kirka yasashga harakat etaman. Videoda qo'llab-quvvatlasizlar degan umiddaman. Yangi server karta ochib olamiz. Va mana obunachilar, kartani ozgina joyi qoldi ochishga. Obunachilarimiz adashimizda charchaganingiz yo'qmi? Oldin bizning sinf bo'yicha musobaqa o'tkazantilar, tadbir o'tkazantilar. Tadbirda aktivlik ancha emas, yaxshi, lekin mayli. Tezroq biz obunachilarimiz 500 deb bo'lmoqchimiz. Shunga bir yordam etasizlar degan umiddaman. Albatta shu videodan keyin orqa kommentariyaga o'tib, o'z qanaqa o'yin o'ynashimizni yoki da Minecraft ustida qanday narsa yasashimizni aytib o'tasizlar degan umiddaman. Balkida kimnidir yutish. Ender Dragon yutish. Yebibi. Onachilar, bugun 6 kirka yasash bizning videomiz. Qishloq ham turibdi, voy jala. O'ldi. Kon kerakmas hozircha. Agarda shu yoqda bitta temirli kirka yasaymiz, oltin olamiz, oltin. Mana sahar ko'rinaman ko'zimga. Bittagina emas. Ko'p kerak ekan. Bitta, ikkita, uchta kerak ekan. 4ta bor ekan. Nezirga ham suramiz hozir obunachilar biza. Unga nima deysizlar? Nima bo'layotir? O'yin qilib o'tirmasam, bunday qilib olamiz. Ikkita jadvalkan nima kerak bilmadim, lekin temir to'xtanglar. Golim bor qishloqda. Aytib qo'y, golim. Sen ajaling keldi. Mayli. Bu safar oltinlik emas. Yo, oltin olmayman bo'lmaydi, chunki men oltin olmani ham bir son yasashim. Meni ham bir son yasashim mumkin. Nima yasashim bo'ladi ya'ni? Bunchalik omadliman. Biroq siz nima sotasiz o'zingizdan qani? Siz har doim ko'rsam bir narsa shunaqa skinda yurasiz. Og'zingizga sizning to'xtan qani? Bizay balagar. To'xta, ana shu yerda tur. Sen nima sotasan? Zaybaletmi? Zombi go'shti, uchta oltin, 300 oltinga ekan. Uncha siz birat menga yo'q deysiz. Onangizga ham bir sizning. To'xtang, sizni men bir yerga qamab qo'yishim kerak. Bir uyga kiring-da. Bitta uyga kiring. Ko'mir nima kerak? Ko'mirni olib kelaman. Bitta uyga kiring, brat. Men 6 kirkani kuchaytirib olaman-da shu bilan. O'ziga qolib qo'yasiz deysiz. Turing brat, ana shu yerda kutib turing siz. Ikkita daraxt chopib. Golim qayerda endi? Golimni qayerda topamsa? Jitelni u yoqda menga sindirishga. Golimni topish kerak. Birinchi shart golim topish kerak, ikkinchi shart temir kirka yasash kerak, uchinchi shart esa oltin sindirib, oltinli kirka yasash kerak. Demak, yetadi. 7 ta taxta bo'lib, 7 ta daraxt. 5 ta. Yettamas. Mayli. Tverstak. Cho'p. Yana bitta cho'p. Oyog'imizni kiyib olsak-chi.
Bibi temirsin uyum bor ekan. Voy jallod. Obunachilar biza kuchaydik уже. Men to'g'ri aytaman, bu karta ochar paydimda qo'shmadim hech narsani ham. Bo'ldi. Evi. Oyoq kiyim bizaga nima kerak? To'g'rimi? Oyoq kiyim bizaga nima kerak? To'xta. 6 oyoq kiyim bor shekilli mening. Oyoq kiyimim bor ekan. To'xtalar temirdan kirka yasamoqchi. Ben 6 oyoq kiyimi bor ekan deb tashlab qo'yapman. Endi chiqamiz. Lataylar buni. Brat, mana o'zi narsangiz. Og'zingga sıçay ol. Kechirasiz, obunachi so'kinmoqchi emasdim. Mana sen. O'sha ketdimi? O'zi pechga sandiq ekan o'ydoq. Ebe, oy. Men ishim bor ha. Anchagina ishim bor ekan, ey. Qo'lda temirlikka turibdi. Şu tarafta dağlardan toptum. Ay. Oyağım. Şimdi bak. Taltalı kulak orta bir takılas. Öyle. Saniye bir. Ne bilir? İntesine hadi onlardan işte. Neşlerden alayım ben. Namını ne düşüneyim? Nasıl namını kim bilsin komentarda yazıyorum ketsin. Ben çıkmıştım çıkacağımazdı. Doktormasın da bir şeyler. Kolda sınır ölüm bilen zulüm bo'lsa onu. Hani de belki. Büyülerim gayet basıp gitken ama sen şunçalik yaman mısın ey? Şunçalik yaman o. Yani bo'lmaganda bo'lmasdi. Yani obunachilarim bilmasam bunday qilamiz. Hozir 6 kirkan yasasam mayli hozir 6 kirkan yasaymiz. Şakabum. Tatapolta yok mu bende? Şakabum. Belküragam şakabum. Obunachilar. Böyle bize polniskan aldık. To'xtanglar, temirdan 3 tane yasa bo'lmaydi, ha? Bo'lmaydi, yetmas ekan. 6 kerak ekan. Lekin sabzidan yasaymiz hozir biz. Qali. Cho'chqa bo'lmaydi. Shunday ham cho'chqalarni. Go'lim brat, meni himoya etasiz degan umiddaman. Himoya etmasangiz aytib qo'yaman. O'zim bilaman sizga keyin. O'zim ko'p emas. 2 ta oltin sabzi bo'lar ekan, mayli. To'xtanglar, men uni olib ketaman, so'raman bu yerda. To'xtanglar, men challenge YouTube o'ldim-ku. Nimaga yuguribman? Ana kuchaytirayli ham. Qanatu ana unaqa ana uylardan. Ana ekan.
Bilet tilim ham aylangani yo'q-da bor-ku. Hozir ertalab soat 5 dan video olyapman obunachi. Soat 7 dan video oldim. Ozgina tilim ham aylanmayapti turibdi. Berat, qayerdasiz? Ha, bu yerdamisiz? Men sizga oltin olib kelaman degandim-a. Aytdim biratim. Oltin yo'q ekan endi, nima deyasiz endi menga? Zombilar o'ldirib bo'lsa ham oltin to'talamida temir bormi? Men hozir iltimos chiqib ketma, Roma, chiqib ketma. Qayoqqa ketasan? To'tam uyinggacha boraman sen. Yurchi. Uying qaysi biri ekan? Yur topgan uyingga. Tez bo'l, mana shu sening uying, mana shu. Tez top. Kech, tez top. Böyleydi. Altın top geliyorum diye trantım ya, altına yok ekan. Üstek bilet. İşte savolin kerak yok. Bu istegim yok ekan bu qashshoqlarda. Ba'zini yo'q qo'ylardim menimcha, keyin bunday, menimcha yo'qlar bunday ham bor. Qanday qildilardi? Yo'qlar bunday emas. Yo'q. To'xtalar, eng oson shundan ko'rib olaylik. O'rtaga qo'yibman men. Böyle bitta. Yetadi. Chap qo'limizga olamiz. Temir aslahalardan kerak emas hech qaysi. Ye bebi. İktalaş kemalaring. İşi gap geleyim mi? Öteler de. Bir spawn point koyuşum gerek. Ey. Onanga mı senin? Bile öldüreseller bu yaşaseller mani. Trikleyin. Ana yana bitta skelet arkada yokmuş kim? Ana indi kesin. Böyle. Sen mi indi brat? Ating o'zida tegadi o'qoz baribir. Ating, yana bitta ating. Böyle klipper ham bor ekan. Og'zingga sichaysan. Ushlatganligi yo'q ana shu. Böyle klipper benim gör bölüp ket. Saniye. Ha böyle mana. Ey, arkadan vuruş bo'lmasin. Arkadan og'zingga sichaysan, o'limchak. To'xta. Davlat. Shu oltinni bekor sarflayman-da. Obunachilar, videoni shu joyda to'xtataman, chunki o'zi men narsaga asab bo'ldim. Hammaga xayr, video yoqqan bo'lsa albatta like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obunachilar tezroq 5 ta bo'lmoqchiman. Iltimos niyatimga yetkazishga yordam berasizlar degan umiddaman. Albatta kommentariyada Minecraftda qanaqa narsa yasashimizni yoki nimani qaysi modnidir o'ldirishimizni albatta kommentariyada yozib ketinglar. Va videoni shu yerda tugatamiz. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.